Uyghur Televiziyasining aziz ko'rmanlari, Tor Televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz uzundan beri muajiratda Uyghur davası uchun yurak qani sarf qilib kelayotgan, Germaniyada yashayotgan aktiv faoliyatchi Abdushukur Tashoğlu efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Abdushukur efendim, qanımız xush keldingiz. Rahmat. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Aldı bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Rahmat. Deganingizda ismim Abdushukur Tashoğlu. Vatanning Ko'g'il shahardan 2011 yilnisi Germaniyaga kelgan, hozirdan tortib Mishada yashab turyapman. Qisqacha ahvolimda. Yevropa va dunyoning har qaysi davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishi qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Hamda hozir Xitoy bizga irqiy qirg'inchilikni qildi. Amaliyotda bu irqiy qirg'inchilik bugun tunigun boshlangan ish emas. Shu Xitoy kelgan 49-yildan tortib izchil holatda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirib kelyapti. Faqat bu davomlashtirib kelayotgan irqiy qirg'inchilik Xitoyninki iqtisodiy kuchi, siyosiy kuchi, harbiy kuchininki o'xshamag'aniga qarab, o'xshamagan ahvollarda, o'xshamagan holatlarda elib berildi. Masalan, Xitoy ojiz vaqtlarda hozirgidek keng ko'lamlik, dahshatlik elib borolmadi. Lekin ojiz vaqtda o'ziga loyiq ravishda elib berib turdi. Masalan, Xitoylar yangi kelgan vaqtida ojiz bo'lganligi uchun ichimizdagi bir qism, bir bo'lik odamlarni ustidan irqiy qirg'inchilikni, shularni o'ldirish, shularni yo'qotish, shularni sestish, ashlarning oila tavobatlarini vayron qilish, ashundaq holatlar bilan shug'ullandi. Hamda chunki u vaqtida Xitoylarning kuchi, quvvati shunga loyiqdi. Endi bu Xitoylarning iqtisodiy ahvolining yaxshilashishiga, kuchining zo'rayishiga, dünya jamoatchiligining ichidagi kuchininki yumshoq kuchining eshishiga ergishib, bizning ustimizdagi buningki irqiy qirg'inchiligi, buningki qilayotgan zulmlari ashnaga o'ng tanasib eshib bordi. Shuning bilan bu 2017dan tortib eng dahshatli bir shaklda bu millatning ustida dunyo tarixidagi eng cho'ng, eng rezil bir jinoyat bo'lgan irqiy qirg'inchilikni Xitoy yurgizdi. Ta hozirgacha to'xtatib qo'ygani yo'q. Ya'ni bu millatning ichidagi ilg'or odamlarni, aqlli insonlarni, hushyor insonlarni, bilimdor insonlarni, ziyolilarni, diniy zotlarimizni, urf odatlarimizni mana shunday yo'qotib keldi. Hatto yoshlarimizdan tortib azroqli zodi aqli va hushkallisi va insonlarni yo'qotdi. Türmelek. Ondan keyin qiz ayollarimizga nisbatan tug'mas qilish jinoyatlarini o'tkazdi. Shuning bilan birga bu millatni millat sifatida qul qilib, azan amgak kuch qilib, Xitoyniki ishkari o'lkalarga olib majburiy amgak silib, ularniki to'y qilish vaqtlarini o'tkazib, ularning oila qurishlarining vaqtlarini o'tkazdi. Ondan keyin oilalarni parchalab vayron qildi. Demakki, shu xalqarodagi irqiy qirg'inchilikninki nimasiga tushadigan, bahosiga tushadigan irqiy qirg'inchilikning aynısini bizningki vatanimizda elib bordi va elib beryapti. Endi navbatda Xitoy siz deganga o'xshash hozir endi bu pardasini o'zgartib, ilgari chivin uchib ko'rolmaydigan, Sharqiy Turkistonga chiqolmaydigan irqiy qirg'inchilikni bir yurish, uni tugatib olg'ichi, bir to'lqinni tugatib olg'ichi shunday siyosatni yurgizgandi. Endi hozir biroz vatanning ichiga, vatanning sirtidan ba'zi odamlarni taklif qilib olib, dastlabda undan musulmon dunyosida ulamolarni, musulmon mamlakatlardagi parlament a'zolarini, shu Xitoylarga setilgan, Xitoylarning gumashtisi bo'lgan insonlarni olib ziyorat qilib, biroz yaqinda asos ommaviy fikr, asos hozirlab oldi.
Anakin bu ünüm belgenen yağı hazır anandınken bu dünyada şu Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldığın adamlarını köpeytip atıdı. Her kaysı katlam, her kaysı türlü avucu. Onundan işi bugün hem de muşu erkeğe kırgınçılık kıldı. Bizim ata-anamızı öldürüp atıdı. Qarindoshlarimizni solab atıdı. Mening adam qani, mening akam qani davatqan Muşu Uygurlarning içinden bir türküm adamlarını yetiştirip çıkarıp anından kim bu ziyaretler uğurlaştırıp dünyanın yanına közüne boyaş kıtırışıvatıdı. Aldaş kıtırışıvatıdı. Nime degan vaqtda bu yerda erkek kırgınçılık yok. Sen degandek biz bu yerdagi pasportlarni bermay, odamlarni kirgizmay, odamlarni chiqarmay, bundaq siyosatimiz yo'q. Normal mana Uyg'urlar ko'ryapti, ota-onalar qarindoshlarni ko'ryapti, qaytib ketib bordi deb mana shu vaziyatni barliq keltirish uchun bir turkum Uyg'urlarni vatanga ziyoratga o'rlashtiryapti. Endi belki bularning ba'zilari hamda haqiqatan hamda Xitoylarniki bilan tillarini bir qilib turib, shuning tashviqotiga moslashib Muşnu bilan hamkorlashayotgan bo'lishi mumkin. Hamda odamning hayvonning olis teshida, odamning ichida deb buni biz bilmaymiz. Ammo ba'zilari balkim unda Xitoyning jasusi yoki uning bilan hamkorlashgan yerimi yo'q bo'lishi mumkin. Istixiyalik holatda, angsiz holatda voy shu qarindoshlarimni ko'rib olsam ko'rib olaychu, shu onamni ko'rib olsam ko'rib olaychu degan bo'lishi mumkin. Mayli qaysi niyatda, mayli Xitoy bilan yangi ichida astirdan hamkorlashib mushu tashviqotni ilib berayotgan odamlar bo'lsin yoki bo'lmasa angsiz holatda mushunga oldinib shu yoqqa ketib qolgan odamlar bo'lsin, hammasi inqilobga ig'ir ziyankesh qilishdan boshqa narsa emas. Bularning hammasi inqilobimizga haqiqatan cho'ng salbiy ta'sir ko'rsatdi. Çünkü hozir bir hukumat 9 parlament bu yerda irqiy qirg'inchilik qildi deb e'tirof qildi. Endi har bir parlamentning e'tirof qilish uchun bizning qarindoshlarimiz yurak qinini sarf qildi. Kech kunduz mangdi, yig'ladi, to'di, universitetlarda leksiya so'zildi. Mashhur insonlarni, parlament a'zolarini mushundaq ziyorat qildi. Ularning qishiga man qatam bordi. Aşında qilib yurib eng oxirida bir parlamentdan o'tkazish bisiymiş gidish. Aşında qilib 9 parlamentdan o'tkazib, hozir dunyoninki siyosiy sahnasida mukammal bir irqiy qirg'inchilik qildi Xitoy degan mana shu narsani tishlagan vaqtida endi bizning aramizda bir turkum odamlar chiqib Xitoyning irqiy qirg'inchilik yo'q u yerda degan muqomiga moslashib berishning o'zi endi qanchalik ig'ir bir nomus qilarliq ish ekanligini men demasammi, qarindoshlar uniki sal aqli va odam buni bilalaydi. Xitoy bu tashviqot orqali zodi nimaga erishmoqchi? Vatanga eshigini ochayotgan qiyofatga kirib, Uyg'ur qirg'inchiligini davomlashtirayotgan Xitoy hozir nimishqa bu tashviqotni ishlayotidi? Ya'ni buning orqa ko'rinishi nima? Endi bu irqiy qirg'inchilik degan yomon cho'ng jinoyat bu. İnsaniyat tarixidagi buning ustida turadigan bir jinoyat mavjud emas. Endi bir millat irqiy qirg'inchilik qilsa, yana bir millatning ustida. Shu millatning shu irqiy qirg'inchilik qilayotgan millatning peshonasidan mangu ketmaydigan dahshat bir dog' bu. Yomon xatarlik bir jinoyat bu. Inson o'tkazadigan jinoyat emas bu. Ama mana shu jinoyatni o'tkazganlar zaminda sanoqli shundoq bir insonlar shu jinoyatni. Ammo Xitoy shu jinoyatni o'tkazdi. Bu jinoyat orqali Xitoy o'ziniki dunyoga ilgari voy biz bir yuvosh xalq, hech kimga biz zarar yetkazmaymiz. Jungo taraqqiy qilsa hech kimga zarar qilmaydi. Biz mana shunday bir yumshoq madaniyatlik o'bdan xalq, dunyoga tinchlik, xotirjamlik akilaydigan xalq deb aslida bu mandaq yolg'on tashviqotni 40-50 yil bu tashviq qilgan. Buningda muayyan unum hosil qilgan nurg'un Xitoyni bilmaydigan insonlar bularning yechib qarab tug'ini qaraganda lo'limatlik bilan bular rasman shunday bir yumshoq xalq ekan. Bu hech kimga biz zarar qilmaydigan xalq ekan degan tushunchaga kelib qolgan-ku bu.
Ama Mao Xi Jinping çıkıp bunu resmi kölemleştirilgen irqiy qilganchilikni bunu yaydı. Bunu icra qildi. Bizniki chet ellardagi o't yurak vatanparvar qarindoshlarimiz, isil xalqimiz kecha kunduz namoyishlarni qildi. Unidan xabarimiz var. Bizden inqilobchilarimiz parlament, hukumatlarga girib dokalat qildi, kecha kunduz mangdi. Bishara xalqimiz sovuq demidi, qish demidi. Muzdadı namoyishlar deganni qilib, mushu butun dunyoga mushu narsani anlatdi. Shuning bilan dunyo rasmiy e'tirof qilib, bu dunyoning siyosiy sahnasida hozirgacha chiqqan mukammal hozir turyapti. Bu çö degende Xitoyning obraziga nisbatan, Xitoyninki büyük planiga, ya'ni dunyoga men xo'jayin bo'laman, Amerikaning o'rniga men dunyo xo'jayin bo'lib, mushu Amerika tuzgan hozirgi sistemini o'zimning mushu ko'ngzi mingzi sistemasining asosida Xitoy sistemasini o'rnatishtiraman degan Xitoylarning mandaq bir büyük nishoni bor-ku. Mushu nishonni bular bir belvaq bir yo'l orqali aminlashtirmoqchi. Ammo bu irqiy qirg'inchilikni qildi. Shuning bilan bizning inqilobchi qarindoshlarimiz buni kech kunduz dunyoga yaydi. Dunyo buni e'tirof qildi. E'tirof qilgandan keyin bu Xitoyga nisbatan siyosiy jihatda bo'lsin, axloqiy jihatda bo'lsin, nihoyatda ig'ir, dahshatli bir bisim va ta'sirni keldi. Yalnız bu iqtisadi siyosiy jihatlarda, axloqiy jihatdan bisimning sirtida iqtisodiy jihatdan dahshatli bir bisim keldi. Ya'ni mushu irqiy qirg'inchilik qilganligi uchun Amerikada chiqayotgan, Kongressdan chiqayotgan nurg'un qonunlar, Xitoyga yurgizilayotgan nurg'un embargolarningki maydonga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan Xitoyninki ajoyib cho'ng korxonalari vayron bo'ldi. İşsizlik sani 20 neçə %'dan, yaşlarning sani 20%'dan işib ketdi hozir Xitoyda. Bu işib ketish Xitoyda agar mushu kontrol qilmasa, nurg'un jinoyatlarning maydonga kelishiga, jamiyatning qalaymaqon bo'lishiga, muqimlikning buzishiga sabab bo'ldi. Ham aylanib berib Xitoy kuchini barbod qilib yutdi. Agar mushuni to'sab qolmasa. Shuning uchun hozir Xitoyning oldidagi eng cho'ng narsa nima deganda, irqiy qirg'inchilik qildi degan mana mushu tampini jubtazab irqiy qirg'inchilik qilmadi, bu yerda irqiy qirg'inchilik yo'q degan narsani amalga oshirish Xitoyning hayotiga munosabatli bir intayin muhim bir ish bo'lib qoldi. Shuning uchun Xitoy milliard pul xarjlab, kech kunduz tashviqotlarni ishlab, Uyg'ur xalqining baxtli yashayotganligini, ularningki xotirjam yashayotganligini, milliy an'analarning daxliga uchirmaganligini, masjid jamiylarininki daxliga uchirmaganligini har turli yo'llar bilan satqinlarni setib olib, ba'zilarida mana mushunda qilib mushu tashviqotni elib beryapti. Masalan, eng oddiysi bu qatim Yevropa birlashmasi bilan Xitoy ilgaridan tortib o'tkazib kelayotgan dialog bor. Keyin o dialog to'xtatib etilgan. Xitoymi to'xtab qolgan bu dialogda. Shuning bilan hozir Xitoy o'zi iltimos qilib shu dialogni qaytadan boshlashni talab qilyapti. Yevropa ittifoqiga. Endi Yevropa ittifoqining qimmat qarashi bo'yicha, Amerikaning qimmat qarashi bo'yicha insonning huquqi birinchi o'rinda turdi bularning nazarida. Kishilik huquq, insonning qadri qimmati birinchi o'rinda turdi. Unda bo'lgandan keyin bularning oldiga borib suhbat o'tkazib, ishlarni normallashtirish uchun Xitoyga ozroq bir dasmi kerak. Ya'ni biz irqiy qirg'inchilik qilmayapmiz, ham ilgirki siyosatlarimizni yumshatdik, hozir ishlarimiz xeyli yaxshi, o'ngishdik. Uyg'ur xalqi biz bilan unchalik nimada emas, ixtilofda emas. Mao chet ellardagi bizning ustimizdan mushundaq gap taqitayotgan insonlar bo'lsa, Uyg'urlarning ichidagi bu umumiy xalq vakillik qilolmaydi. Bular bir uchun bir insonlar. Bular biz amaliyotda keng xalq, mana yaxshi, mana hozir sizlarniki mushu Yevropadami ayni vaqtda vatandoshlik olganlarning nurg'unlari mamlakatga berib, ota-onalarini chiroyli ko'rib, xotirjam bo'lib kelyapmamdi mana deb malaning oldidagi suhbatga rasmiy tayyorlayapti. Dunyoda nurg'un mamlakatlar bunga ishonmadi, bu Xitoyga hamda buni xatarli bir kuch, bu insoniyatga akayotgan bir balo qazo ekan bu degandan keyin ananiki nurg'un korxonalarmi mablag' selishni to'xtatib etdi. Endi buni ilgarilash uchun Xitoy o'zining obrazini yaxshilash kerak, azroq rang berish kerak o'ziga. Shuning uchun Uyg'urlarning qilib qolgan bir eski dasturdan tortib, chiqib zambil sifatlardan tortib, chiqib musiqalarni yasab o'zicha
ondan keyin o mahallalarni yasab, u yer insonlarni olib ko'rsatib, masjidlarni boshqani yasab, ba'zilarini remont qilib. Mana biz bularga mandaq ko'ngil bo'lyapmiz deb malaning oldida bir obdarroq bir obraz tiklash uchun mushu kelib qoldi Xitoy. Kelib qoldi. Shu vajidan mayadagi Uyg'urlarni ota-onasini o'ltirib atgan bo'lamdi, ya hadisini o'ltirib atgan bo'lamdi, ya turma lagerlarda bo'lamdi. Bu odamlarni çok aldab silab olib, anandakin o'zining tashviqotiga ashundaq moslashtirib foydalanyapti. Mana bu ehtiyoj tufaylidan Xitoy bu rangvozlikni o'ynayapti. Sizce Xitayning ta'tir tashviqotiga aldanib ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Endi xalqimizning ichida aldanib ketganlar, abayman yuqori deb ketganda ba'zilar aslida Xitoy bilan yang ichida munosabat va insonlar bor. Buni yo'q degan olmaydi. Bu bir. İkinci, yani bir turkum adamlar mushu inqilobni balam ma'nisini texi tushunmagan, Xitoyni haqiqiy dushman deb to'liq to'nib bo'lmagan bir insonlar bor ichimizda. Texi dushman. Xitoy garchi bizning dushmanimiz bo'lsa-mu, buni texi to'liq dushman deb to'nib bo'lmaganligi uchun, ideya jihatda texi sog'lom, pok, sap aqidaga ve to'g'ri bir dunyo qarashga mukammal kelinmaganligi uchun Xitoyningki tashviqotning oldida mustahkam puttasib turolmay oninga oldinib ketib qoldi. Ba'zilar oldinib ketib qoldi, ba'zilari Xitoyningki yang ichida ashuna tashviqotiga istixiyalik emas, qaratmalik bo'lgan nishonlik holda mas'uliyatli odamlar ba'zilari. Ba'zilar degan vaqtida aslida dushman qarshi ojiz bo'lganligi uchun, vatanparvarlik eng texi ojiz bo'lganligi uchun, inqilobiy eng texi yetilib bo'lmaganligi uchun insonlar deganda oldinib ketib bordi. Ham Xitoyningki shu shekar yalatgan zambirak o'qini oldida o'zining mustahkam irodasini saqlab qololmayapti bolam. Ana shu insonlar bu. Xitoyning bu rezil suiqasdlarini qanday shaklda fosh qila olamiz yoki bo'lmasa buning uchun nimalarni qilishimiz kerak? Buningda yanada bizningki nimaga xalqimiz endi bu ish ustida xalqimizni yomon cho'nqur tanqidlab haqoratlab ketganim bo'lmaydi. Nimishga deganda bizning xalqimiz 200 yil mobaynida izchil holatda mustamlikaning ostida turayotganligi uchun pak buloqdan, to'g'ri buloqdan bir suv ichmagan bir bichara xalq bizning xalqimiz. Haqiqiy bir vatanparvarlikni to'g'ri bir vatanparvarlikni yetildirib bo'lamidik. Bu jarayonda to'g'ri bir dinparvarlikni yetildirib bo'lamidik. Masalan, hadisi biz o'zimizni musulmon deb ataymiz. Ammo lekin aytgan vaqtida musulmonligimizning inchga muhim aqidaga verib taqishadigan intayin muhim yerlarda degan vaqtida biz ojiz qilib qilyapmiz. Demak, xalqimiz tarbiyasiz qilyapti. Menimcha aytgan vaqtida yana xalqimizni zerikmay, terikmay xalqimizga cho'nqur ta'lim tarbiya olib berishimiz kerak. Birisi ta'lim tarbiyamizniki, birisi vatanparvarlik, millatparvarlik, o'zimizning milliy ong formatsiya, ozodlik kurish to'g'risidagi ta'lim tarbiyamiz bo'lsa, ikkinchi birisi bizningki diniy zotlarimiz, olimlarimiz xalqimizga to'g'ri bir aqida tarbiyasini olib berish intayin zarur. Hozir mushu menvatgan ahvollarda nima deganda to'g'ri bir aqida, islomiy bir aqida ong bo'lmaganligi uchun deganda o'zining dushmani, Allohning dushmani, insoniyatning dushmani bo'lgan Xitoyni yana o'zimizning hokimiyati deb Aşının aldığı verip pasaport elip, aşının aldığı verip viz elip, aşını aldığı verip iltica kılıp, aşının ruhsatı bilen aşı vatanga berip kirishning o'zi asli bir Xitoyga, ya'ni dushmanga qarshi turayotgan bir jangchi uchun, dushmanga qarshi turayotgan bir xalq uchun bu nihoyatda nomus. Endi bularda aqida jihatiga to'g'ri qarash bo'lmaganligi uchun bechora xalqimiz mushu nomusni bilamayotdi. Lekin xalqimizga berilgan ta'lim tarbiya to'g'ri, suzuk, izchil, pokiz bo'lmaganligi uchun xalqimiz Xitoydan iborat tajovuzchini, ya'ni Xitoyning tajovuzchiligini bir haqorat deb to'nimayotgan tarafi bor.
Bunu bir hakaret etsin. Bir Müslüman bendisiga nisbet etganda, bir Müslüman bendisi fakat Allah'ın kulu bu dünyada. Ondan başka hiç kimin kulu emas. Ondan başka her qanday birisinin kulu olsa, onun için bu haram. Onun için bu haram. Lekin bu adamlar Xitoydan iborat mushu tajovuzchininki bizni qul qilayotganligidan iborat mushu sharmand jinoyatini to'nimayotgan gap. Mushuni ig'ir olmayotgan, haqorat olmayotgan gap. Shuning uchun nomus qilmay Xitoyninki konsullarga berib, undan viza ilib, nomus qilmay yana aşağı Xitoyga ma'qul deb Xitoy deyag'ichi chirani qabul chirani akammaydi. Nurg'un talablarini qo'ydi. Hammasiga ma'qul deb shu aşaga berib, mushay kelyotdi. Bu bir aqida jihatdan aytganda bizning dinimizda nihoyat ig'ir bir gunoh, nihoyat ig'ir bir gunoh. Endi axloqiy jihatdan aytgan vaqtida har bir Sharqiy Turkistonlik shu Sharqiy Turkistonda yashayanmaganligimiz uchun, shu ig'ir kunlarda bo'lganligimiz uchun hayotimiz bir normallikqa, xotirjamlikka ega bo'lolmaganligimiz uchun biz chet ellarga chiqdik. Chet ellarga chiqib, anandan keyin chet ellardagi hukumatlarga biz iltijo qildik. Siyosiy jihatdan men achada jon boqolmadim, siyosiy jihatdan normal bir hayotga ega bo'lolmadim deb bu yerda biz iltijo qildik. Shuning bilan bu odamlar qanday qildi deganda bizni advokatlar orqali tekshirib, tadqiq qilib, eng oxiri bizning gapimizga ishonib, eng oddiysi biz Yevropada yashaymiz. Mushu nasaralar bizning gapimizga ishonib, biz kafir deymiz endi. Mushu nasaralar bizning gapimizga ishonib, voy ma odamlar uzgan bo'pti ma bicharalarni biz qanot ostimizga olayli, o'zining ziminida yashamaydi ekan, turolmaydi ekan deb bizga pasaportlarni berdi. Endi qo'pab biz o'zimiz tillagan, o'zimiz yashamaymiz degan yerga endi biz borsak axloqiy jihatdan qanday bo'ladi bu? Mushlarning oldida qanday bo'ladi? Agarchi bu biz bag'anligimiz uchun bizni bir jinoyatchi deb bir yerga bag'a odamlarni akiryapmizmi? Omillikni aytganda vijdoniy axloqiy jihatdan aytgan vaqtda haqiqatan inson azoblanadigan bir ish. Azoblanadigan ish. Mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli insoniy axloqiy jihatdan bo'lsin, bu normal holatga berib kelish emas, o'zimizning dushmaniga özümüz yerden bergenlik toplarımız. Allah Teala Kur'an'da ne dağıtıdı? Günaha ve zulümge yardımlaşmalar dağıtıdı. Günaha ve zulümge yardımlaşmalar dağıtıdı. Hazır biz söyleyende günaha ve zulümge yardımlaşmalarımız. Tacavuzçıya masliş veriyoruz. Bu yaman ağır cinayet, yaman ağır günah. Çünkü hemimiz 7 günden bir de Allah'ın aldığı barımız. Allah, mihriban Allah Kur'an'da nemeni kılınlar, nemeni kılmanglar diyen bolsa, aşına hemmisinden sual sorak verimiz. Allah'ın tacavuzcu, Allah'ın düşmanı. Çünkü tacavuzcu meyli yaxşı olsun, yaman bolsun, meyli kafir bolsun, meyli Müslüman bolsun, okşaş tacavuzcu. Okşaş tacavuzcu bolğanlığı üçün o Allah'ın düşmanı. Allah'ın düşmanı. Bu tacavuzçuların mahiyetini Allah Teala Kur'an'da Allah kaçan depodu. Neyim dağıtıdı? Ta asla imanındadı yanmak için ula buldu kılmaydı dedi. Demek Xitay bizni ta kafir kılıp etmek için, Xitay kılıp etmek için o cinayetini toxtutup koymaydı. O cinayetini toxtutup koymaydı. Hazır vatandaki kayıp kalan kayırındaşlarımızda Xitay'daki işçi ağırıp onu öldürüşten, lagırına akirişten toxtap kalan yeri yok. Hazır mı lagır ba? Hazır mı lagır ba? Lekin ma xalqaranın besimi bilen, dünyanın besimi bilen ani yığıştıramay qılıvatıdı. Bo'lmasa Uyg'urning amini bir kechada yo'q qiluvdi. Uydan chiqib ketuvdi. İmkoniyat bo'lmaydi aninga. O bizga ishchi og'irib, bo'pti, mala jinoyatchi, mala yaxshi odam, pokiz odam, bularni ep qo'yadi degan gap yo'q. Ep qo'yadi degan gap yo'q. Hammani yo'qitdi. Chunki Alloh Taolo Qur'onni 1400 yilning oldida deb bo'ldi buni. Bu tajovuzchilar qanday qildi? Tasla imoninglardan yanmag'icha ular sizlardan rozi bo'lmaydi dedi. Ta biz kafir olmoqcha bu Xitoy bizdan rozi bo'lmaydi, bizga yaxshi kun bermaydi. Buning birdan bir amali nima? Jinoyatchilarki bu zolimning qo'lini kesib etganda zolim ondan jinoyatdan to'xtaydi. Bizning ustimizdan jinoyat o'tishdan to'xtaydi. Uning uchinchi degan vaqtida bu Xitoyga qarshi, bu tajovuzchiga qarshi kurash bizga farz qilindi. Farz qilindi. Biz hozir shu kurashning ustida.
endi bu yerga berayotgan odamlarchi deganda Xitoyga itoat qilyotidi. Ya'ni uni bir hukumat deb qarayotidi. Hukumatim deb qarayotidi. Uni qonunliq deb qarayotidi. Aşı bizning Sharqiy Turkistonni besibog'inimi qonunliq deb to'niyotidi. Uning qishiga viza olgini, kirgini, vizani urdirgini, ashna ruxsat bilan berib, ashna ruxsat bilan kelgini nima? Xitoyning tajovuzchi Xitoyni itoat qilgini, uni e'tirof qilgini. Biz eng avval uni dushman deb tanishimiz kerak. Uni e'tirof qilmasligimiz kerak. E'tirof qilmasligimiz kerak. Avlodlarimizga o'rgatishimiz kerak. Bu bizning iymonimiz. Bu bizning iymonimiz. Agar biz bu iymonga xiloflik qilsakchi deyapti, iymonimizga ta'sir etadi. Allohning mushu irodasiga tajovuzini to'xtatgan qadar ular bilan kurash qilinglar deb Alloh bizni buyurib qo'ygan tursa, ham yuzimizdan dab-dab qilib o'nadigan biya kelib biz vatanda yashayolmadik deb pasportni ilib, mana endi vizani ilib, yana borsak biz qaysi iqlimga mansub, qaysi qutbga mansubmiz? Biz musulmonmi, yo kofirmi, yo munofiqmi? Nima vaqtda biz ikkisidan o'tirdi? Cho'qim bizning maydonimiz aniq bo'lishi kerak. Biz musulmon, Xitoy dushman, bizning dushmanimiz. Ata-onamizni o'ltiryotdi, 49-yilda o'ltiryotdi. Ta bizdan o'ltirib tugatib Xitoy qilib etmaguncha u to'xtamaydi. Buning niyati ahvoli shunday aniq tursa, yana biz buni itoat qilib, mushning siyosatiga moslashib yursak, vaqtda biz qanday odam bo'lib qoldik? Endi biz to'g'ri aniq bir yo'l topolmay, ikki toshning oralig'ida ikki kemaga dastlab yurgan odamga o'xshab qoldik. Endi Alloh taolo Qur'onda shunda deydi, iymon etgan odam mustahkam iymon etish kerak. Alloh bir Peygamber Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Ma harama yemeyme, ma harama iş kılmayma. Dep iyilik buluş gerek. O imanla yetip olup, yana onun diken kafir kıldığı işini kılıp, yana onun diken o haram işlerden kolunu yüzmey, yani cüse, iki taştan arlığı da menip cüse, o kandak adam buldu. O kandak adam buldu. Şunun için ben kerindaşlarımga bilip bilmey, şu Xitay'ın teşvikatını masajlatkan insanlara, benim şu yetkizib qo'yman. Bu axloq jihatdan aytgan insoniy axloqimiz jihatdan aytgan nomus qildigan ish, diniy axloqimizdimi bu iymonimizga berib taqishadigan Alloh dushman deyotgan odamni biz qo'pab yana uning itoat qilib yursak, u haqiqatan bizning iymonimizga og'ir ta'sir yetkazdi. Endi qarindoshlarim, bichora xalqim bu narsani yo biladi, yo bilmaydi. Nima uchun bilmaydi? Chunki bichara xalqim pak buloqdan suv ichib, to'g'ri bir tarbiyani umumimizda ko'rmaganligi uchun ba'zi ishlarni xato qilyapti. Yana xalqimizni tarbiyalash kerak. Xalqimizga xapunmay, chechilib ketmay, bichara xalqimizni yana tarbiyalash kerak deb qarayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtirayli. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Abdushukur efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, assalomu alaykum va rahmatulloh.